zo'r kesaling bo'ladi bekka. Bu bola Qo'qondan 16 yildan beri taqdir unga DTSP deb nomlangan og'ir sinov berdi. Bugun faqat bitta bola emas, O'zbekiston bo'ylab minglab shunday farzandlar bor. Yuragi bor, orzusi bor, ammo yo'lini topolmay qiynalayotgan oilalar juda ko'p. Har birining hikoyasi bir xil boshlanadi. Shifoxonadan shifoxonaga yugurish, natija bo'lmadi degan javoblar va onaning tunlari labini tishlab yig'lagan, ammo ertalab yana jilmaygan holati. Bu 16 yoshli bola ham shu yo'ldan o'tdi. Hech qayerda davo topa olmadi. Hech kim mo'jiza bo'ladi deb aytmadi, lekin ona taslim bo'lmadi. Va bilasizmi, mo'jiza aynan taslim bo'lmaganlarda sodir bo'ladi. Здоровье Zetiga kelgan kunidan boshlab uning hayoti sekin-sekin o'zgara boshladi. Bir paytlar quvvat topa olmay yotgan oyoqlari endi har kuni mashq qiladi. O'zi ham seza boshladi. Kuch qaytmoqda, umid qaytmoqda. Здоровье Zeti shunchaki klinika emas, bu umid uyidir. Bu ko'p yillar izlangan javobini topadigan joydir. Eng katta mo'jiza Alloh bergan bolaga yana imkoniyat qaytishi va bu imkoniyat aynan bu yerda.